puliga qarab ko'piga olib uzatadi. 300 ming, 400 ming to'xta olsam, spid hidi chiqib ketadi. Boshqaki sizlarda ham qimmatligi ham boshqa sifatida, aka, o'zim turib beraman nima qilganingizni keyin lo, gap yo'q lekin. Hidi yo'qda, pashti bir xil. Mana manbasi qanaqa? Bunda ham shunaqa notalar bor, lekin bu muskusniy и древесный aromatda. Hozirgi havoga sepiladi. Tavsiya qilasiz, plastik. Mana bu vaqtda bo'ldi shuna. Safirim. Standartiga javob beradi aslida. Ya'ni eng qimmat, eng premium shu siryo ishlab chiqargan zavoddan o'zimiz olib kelamiz. O'rtada hech kim yo'q. Stoykisini ko'proq so'rashadi, o'zi har 5 soatda bitta sepaman. Menimcha o'sha atirni sepib yurish bilgan odam 5-6 soatda yengillab turadi deyishadi. O'zi qancha turadi? O'rtacha o'zi tanada endi hozirgi havoni inobatga olganda, misol 8 soatdan 15 soatgacha turib beradi. Pacific Chill'da ozgina frukt ham bor, sitrus ham bor. Bunda o'sha muskusniy, древесный notalar bor-da. Bu ish bilan qanchadan beri shug'ullanib kelasiz? Yo'nalishida 3 yildan oshiq yildan beri shug'ullanib kelasiz. Men Pacific Chill o'qiyman. Qani? Bilasiz, topasiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Zo'r ekan. Rahmat aka. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin.